Endi biz sizlar bilan asos chizmasini chizishni boshlaymiz. Uning uchun avvalambor bizga asos chizishdan oldin birinchi qiladigan ishimiz o'lchovlarni oldik. Mana o'lchovlarimizni oldik. O'lchovlarni qanaqa qilib olish kerak, qay yo'sinda olish kerak, men sizlarga ko'rsatib berdim, tushuntirib berdim. Xuddi shu ko'rsatgan usulimda o'lchovlarni olasizlar va shu tarzda yozib olasizlar qog'ozga. Klientinglarning o'lchovini yozib olasizlar. Shunda bizda asosiy o'lchovlarimiz 9 ta o'lchovdan iborat. Bo'yin to'liq aylanasi, ko'krak to'liq aylanasi, e'tibor bersanglar, O deb belgilab qo'ygani mana to'liq aylana hisoblanadi. Bo'yin to'liq aylana, ko'krak to'liq aylana, bel to'liq aylana, bo'ksa to'liq aylana, ko'krak balandligi, ko'krak markazi, oldi uzunlik, orqa uzunlik, yelka kengligi. E'tibor qaratsanglar, men aylanalarni, ya'ni bo'yin, ko'krak, bel, bo'ksa aylanalarni yoniga yarim aylanalarni yozib chiqqanman. 35 bo'ynimi to'liq aylanasi yarmi 17,5, ko'krak to'liq aylanam 98 yarmi 49, bel to'liq aylanam 78 yarmi 39, bo'ksa to'liq aylanam 106 yarmi 53. Xuddi shu ko'rinishda yozib olasizlar. Endi navbatdagi qiladigan ishimiz biza aylanalarga, ya'ni ko'krak, bel, bo'ksa aylanalariga biza harakat uchun erkinlik, ya'ni pribavka qo'shib olishimiz kerak. Agar biza pribavka qo'shmaydigan bo'lsak, mana mana shu 3 ta o'lchovlarga bizada libosimiz tiqilib qoladi. Harakat qila olmay qolamiz. Tiqilib, choklari so'kilib ketish ehtimoli ham bo'ladi. Shu sababdan doim ko'krak, bel, bo'ksa aylanalariga qo'shimcha pribavkalar yozib olamiz. Ko'krakka men plus 2 cm beraman, belga plus 1 cm beraman, bo'ksaga plus 1 cm beraman. Endi menda 49 cm ga 2 cm qo'shsam 51 cm bo'lyapti. 39 cm ga 1 cm qo'shsam 41 cm. 53 ga 1 qo'shsam 54 cm. Mana shu yo'sinda biz ishlaymiz. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz kerakli santimetrlarni topib olishimiz kerak. Ya'ni bizda e'tibor bersanglar, o'lchovimizda orqa kenglik, oldi kenglik degan o'lchovlar yo'q. Bu o'lchovlarni biz formula orqali topib olamiz. Formulani o'zi qizlarjonlar, men faqat ko'proq metodikamda formula bilan ishlayman. Formula bilan ishlash afzaliyat tomoni nimada? Shuni sal tushuntirib ketmoqchiman. Agar sizlar formula bilan ishlashni o'rgansanglar, juda ham qulay va afzal tomoni juda ham ko'p. Misol uchun sizlar kichkina razmer, o'rta razmer va katta razmerlarga qiynalmasdan asos chizib, ideal tarzda libos tikadigan bo'lasizlar, xudo xolasa. Shu sabab formula bilan ishlashni sizlar ham o'rganib olinglar. Men o'tayotgan darsimni, qilayotgan ishlarimni xuddi men qilgandagi ketma-ketlik bilan bajarsanglar, inshaalloh sizlarda ham ideal tarzda asos andaza chiqadi va любой go'daga xohlagan figuralarga, xoh muammoli figura bo'lsin, xoh katta razmer bo'lsin, qiynalmasdan libos tikadigan bo'lasizlar. Buning uchun diqqatli bilan men kuzatib, qilgan ishlarimni ketma-ketligi bilan sizlar ham qilishingiz kerak bo'ladi. O'lchovimni oldim. Men aytganimdek, menda bu yerda orqa kenglik, oldi kenglik degan o'lchovlarim yo'q. Bu o'lchovlarimni menga formula topib beradi. Mana bu bizani chizadigan asos andazamiz. Asos andazamizda e'tibor bersanglar, men rangli qilib proyma chuqurligini, ya'ni qo'ltiq chuqurligini yashil rangda ko'rsatib qo'yganman, bir raqam bilan belgilaganman. Orqa kengligimni yarmini ko'k rangda qilib 2 raqam bilan belgilaganman. Proyma kengligimni qora rangda 3 raqam bilan belgilaganman, oldi kengligimni qizilda 4 raqam bilan belgilaganman. Endi nima qilaman? Formulamni olaman. Mana formulam. Formula bilan ishlash afzal tomoni nimada? Formula bilan ishlayotganingizda xoh kichkina, xoh o'rtacha, xoh katta razmer bo'lsa, qiynalmasdan shu kerakli o'lchovlarni chiqarib olasizlar. Xo'p, e'tiboringlarni formulaga qaratasizlar, yaxshi tushunib olishga harakat qilinglar shu jarayonini. 4 ta formula mana yashil, ko'k, qora, qizilda belgilab qo'yganman. Proyma chuqurligini topish uchun O ko'krakka bo'laman 10 ga plus 10,5 cm. Ikkinchi formula orqa kengligini yarmini topish uchun O ko'krak bo'laman 8 ga plus 5,5. Plus chiqqan songa qo'shaman 0,75. 0,75 menda 0,7 mm degani. Uchinchi formula
qo'ltiq kengligi, ya'ni proyma kengligi. O ko'krak bo'laman 8 ga minus 1,5 sm chiqqan songa qo'shaman 0,5 mm. Oldi kenglik yarmini topish uchun O ko'krakki bo'laman 4 ga minus 4 chiqqan songa qo'shaman 0,75, ya'ni 7 mm. Formulaga e'tibor bersanglar, O ko'krak so'radi. Bu nima degani? O ko'krak menda o'lchovimni olaman, sizlar o'zingizlar o'lchovinglarni olasizlar. O ko'krak menda ko'kragimni to'liq aylanasi 98 sm ga teng. Demak, O ko'krak menda teng 98 ga. Sizlar o'zingizlarni O ko'kraginglarni qo'yib, mana shuni hisoblab chiqarib olasizlar. Shunda avtomatik tarzda sizlarda proyma chuqurligilar, orqa kengligini yarmi, proyma kengligi, oldi kengligidan yarmini chiqarib beradi. Mana namuna qilib men hisobladim. 98 bo'laman 10 ga plus 10 yarim. 20,3 chiqdi. 98 bo'laman 8 ga plus 5,5 chiqqan songa qo'shaman 0,75, 18,5. Uchinchi formula 98 bo'laman 8 ga minus 1,5 chiqqan songa qo'shaman 0,5, ya'ni 5 mm. Javob 11,25, ya'ni 11 cm 2 mm. To'rtinchi formula 98 bo'laman 4 ga minus 4 chiqqan songa qo'shaman 0,75 barobar menda 21,25, ya'ni 21 cm 2 mm. Mana shunaqa javoblarni chiqarib olib, mana shu raqamlarni biza ajratib qo'yishimiz kerak, chunki asosda shu raqamlarni ishlatamiz. Ikkinchi ishimizni ham bajarib oldik. Birinchi ishim menda o'lchovlar edi. O'lchov olganman, pribavkalarni qo'yib olganman. Ikkinchi qiladigan ishim formulani hisoblab chiqarib oldim. E'tibor bersanglar, formulada plus 0,75, plus 0,5, plus 0,75 deganlarim bu menda pribavka, ya'ni harakat uchun erkinlik. Bu pribavkani qayerdan kelib chiqdi menda? E'tibor bersanglar, esingizda bo'lsa, men ko'krakka plus 2 berganman harakat uchun. Mana shu 2 sm men sochib yordim, ya'ni orqaga, proymaga va oldiga. 0,75 ga 0,75 qo'shadigan bo'lsam 1,5 sm, 1,5 sm ga 0,5 qo'shsam 2 sm. Mana shu 2 sm-ni men sochib yordim. Namunada ham mana shu pribavkalarni men qizilda ko'rsatib qo'yganman. Endi navbat asosni chizishga.